Kattakon so'rayapmiz, lekin foydasi bo'lmayapti. Buxoroda umuman boshqacha bo'lishi kerak. 3 ta odamni topib, uchalamiz xursand qilishimiz kerak. Kim ko'proq xursand qilsa, yutadi. Xo'p, unda yutgan odam Xorazmda yutqizgan 2 ta odamga shart bersin. G'olibni lekin biz aniqlamaymiz, to'g'rimi? Bular aniqlashadi. Kelinglar. Tekin. Ol. Olgin. Men sherigingga ham. Maza qilib ishga. Sizlarga. Abi. Charchamanglar. Charchamanglar. Akalar, sizlarga ozgina hadyamiz bor. Shuni olib qo'yasizlar. Uliklar olib qo'yaverasiz. Xudo xolasa, avvalambor rahmat. Shunchalik kecha kunduz xizmatda bizlarni qo'riqlab turishganligi uchun nafaqat men tomonidan, bizlarni ko'rib turgan hamma tomonidan sizlarga rahmat. Kichkina arzimagan sovg'amiz aka. Men aynan bitta odamni xursand qilishim kerak edi, topolmayotgandim. Lekin oldimdan hozir siz chiqdingiz, Alloh o'zi to'g'riladi. Shunaqa aravacha olsam xursand bo'lgan bo'lardim. Aravachingizni narxi qancha taxminan? 4 million, 5,5 million atrofida bo'lsa kerak. Mana shu videoga hozir obunachilarimiz ko'p emas, 10 mingta like shunday bosishadi. Men sizga mana shunaqa aravachani yangisini pulini berib ketaman. O'zingiz xohlaganingizni olishingiz uchun. Rahmat aka, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Yangi aravacha olay deb Allohdan so'rab yo'lda kelib o'tirgan edim. Kattakonlardan so'rayapmiz, lekin foydasi bo'lmayapti. Alloh menga sizni ro'paro qilganiga Allohimga behisob shukr qildim va Allohni suygan bandasi ekanligimdan suyunib ketdim. Men bu hozir poyqadam tushonkalari. Men bu bolalar bilan yeyishimiz uchun oluvdik. Hozir qo'ldan kelganimcha men shu sovg'alarni sizga beraman. Men bu Sherali do'stimiz nomidan Magnoza parfyum atir bu o'zingizga bozorlik qiling. Men bu sizga, siz bilan yaxshilikda ko'rishaylik. Juda ham xursand bo'ldim. Alloh sizni bizga uchratganidan boringizga shukr. Omadlaringizni bersin, sog' salomat bo'lib, Allohning panohida bo'lib yuringlar. Shunaqa yaxshiliklar qilish doim sizlarga nasib etsin. Ushbu qilgan ishlarimiz menimcha xalqqa manfaatga ishladi deb o'ylaymiz. Lekin shartimizda baribir bitta g'olib bo'lishi kerak. Ko'proq like yig'sa agar Sherali yutdilar degani. Ko'proq insonga video jo'natilgan bo'lsa Oybek yutdi. Men yutdim deb hisoblagan bo'lsanglar, iliq so'zlaringizni kommentariyada kutaman.